Ko'zim qizarib qolgan, e'tibor bermaysizlar. Uyqu kam bo'lgan, ozgina yuzimdan bilinyapti qanaqadir uyqu kam bo'lganligi. Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Mana bugun dadamga mashina sovg'a 300 kunlik challenge'ning mana bugun 124-kun ekan. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa mana hozir davom etmoqdaman, ishdaman. Qarangizlar. Atmosferani, men toychoqcham. Xudo xohlasa hozir oxirgi zakasni tashladim. Oxirgi zakas emas. Zakas tushmasdan oldingi oxirgi zakas tashladim. Hozir zakas tushmayapti. Xudo xohlasa hozir zakas tushsa yana davom etamiz. O'shandan foydalanib sizlarga video oling debman. Nasib bo'lsa, meni boshdan boshqa qo'llab-quvvatlab kelayotgan hammaga o'zim minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. O'zingizni ehtiyot qilamiz. Rahmat.